şu vaqtda ayollar ziyodatar shu qara chodir giyib, yuzini ochiq yurib, ya yuzi yopiqlar ham bo'lsa ko'zi ochiq aya shunaqa raqam. Bu qara chodirlar darhaqiqat hijobda bu. Bundan hijobim bo'lmaydi, asli hijobiki bir pardayki, shu katta chodirlar uni ham olni ham el bilan tutib yopib yursalar, javon va g'arligi ham bildirmasa, tamom joyi yopilib tursa, ana ol chodir vaqtiki zarurat bo'lsa, dashar chiqmoqligiga bir shariy zarurat bo'lsa, shu vaqtda shuni yeyib chiqsa, ijozasi bor. Ammo bu hijobiki qara chodir beistila, bulki faqat ko'zi ko'rinibdi, agar yuzi yopiqlar ham bo'lsa, ular hanuz ziyoda uni jolib edib, jazzob edib, mardimin qaramaqligini ba'if bo'lyapti. Ular hanuz uni ziyoda xubsurat ko'rkazyapti. Shu jihatdan ba'zi ayollarki shayat yuzlarida oncha husnan bo'lmasa, yüzünü açıp yoran suratında bir adam yüzüne bir qarasa qayda qaramıyorum. Ama lekin yüzünde şol hijab olsa, faqat gözü görünüp tursa, nerede şu husni yaxshi jalib joyi ham şunun gözüde. Şu jihatdan bu aslan durustda. Uni giyishlik va kulli hijabun hukmida hamda bu narava, najoiz. Her kim giyiyor ham bo'lsa, durustda bayat buni giymasinlar. Sağ olun, muvaffaq bo'lin.